Tasavvur qiling, dunyoning eng yirik megapolislaridan biri bo'lgan Moskva shahri ko'z o'ngimizda haqiqiy harbiy qal'aga aylanmoqda. Shahar ko'chalari va uning atrofidagi o'rmonlar uzra o'nlab po'lat minoralar qad ko'tardi. Bu shunchaki qurilish emas, balki Rossiya poytaxtining osmonini butunlay yopib tashlashga bo'lgan so'nggi urinishdir. Moskva osmoni qanchalik xavfsiz va nima uchun Rossiya rahbariyati poytaxt atrofida Sovet davridagi mudofaa tizimlarini qayta tiklashga majbur bo'lmoqda? Bugun biz siz bilan ushbu yopiq va xavotirli mavzuni atroflicha tahlil qilamiz. Agar shunday muhim va strategik yangiliklarni sodda hamda tushunarli tilda kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Rossiya poytaxti atrofida misli ko'rilmagan darajada keng ko'lamli mudofaa devori barpo etilmoqda. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya hukumati Ukrainadan kelayotgan dron hujumlari tahdidiga javoban Moskva hududiga 40 dan ortiq qo'shimcha havo hujumidan mudofaa minoralarini o'rnatdi. Bu ma'lumotlar nufuzli Bild nashri tomonidan ochiqlandi va bu shunchaki qog'ozdagi raqamlar emas. Sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasvirlar shuni ko'rsatadiki, 2025-yil davomida shahar atrofida Pansir S-1 zenit raketa tizimlari o'rnatilgan 43 ta yangi minora paydo bo'lgan. Qizig'i shundaki, hozirgi harakatlar Sovet davridagi harbiy strategiyani yodga solmoqda. Gap 50 kilometrlik radiusga ega bo'lgan va o'z vaqtida kichik halqa deb nomlangan havo mudofaasi tizimini qayta tiklash haqida ketmoqda. Sovuq urush yillarida qurilgan, ammo o'sha paytda amalda deyarli qo'llanmagan bu tizim bugun yana dolzarb bo'lib qoldi. Harbiy ekspertlarning ta'kidlashicha, ushbu tizimlar asosan markaziy halqa avtomobil yo'li va unga parallel bo'lgan, xalq tilida kichik betonka deb ataladigan yo'l bo'ylab joylashtirilmoqda. Eng xavotirli jihati shundaki, bu mudofaa vositalari Rossiyaning boshqa hududlaridan olib kelinmoqda. Bu esa rasmiy Moskva uchun poytaxt xavfsizligi boshqa viloyat va shaharlar himoyasidan ko'ra muhimroq ekanidan dalolat beradi. 2025-yilning o'zida Zelenograd va Podolsk shaharlari yaqinida, Jijeli tumanidagi yo'l kesishmalarida hamda Narofominsk yaqinidagi sobiq radiotexnika markazlarida yangi harbiy nuqtalar barpo etildi. Shuningdek, xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan Domodedovo va Jukovskiy aeroportlari ham endilikda Pansir tizimlari bilan o'ralgan. Bunday keskin choralar ko'rinishiga nima sabab bo'ldi? Javob aniq: dronlar tahdidi. Bu tahdid nafaqat shahar infratuzilmasiga, balki Rossiya rahbariyatining shaxsiy xavfsizligiga ham daxldor. Financial Times nashrining yozishicha, Vladimir Putin o'z xavfsizligini ta'minlash choralarini maksimal darajaga ko'targan. Rossiya rahbari hududlarga safarlarni keskin kamaytirgan. Uning eng yaqin apparat xodimlariga esa internetga ulangan har qanday qurilmadan, hattoki oddiy telefonlardan foydalanish ham taqiqlab qo'yilgan. Prezident ma'muriyatiga yaqin manbalarning so'zlariga ko'ra, Putin suiqasdlardan jiddiy xavotirda va dronlarni ehtimoliy hujum vositasi deb biladi. Shu sababli u ko'p vaqtini yer osti bunkerlarda o'tkazishga majbur bo'lmoqda. Bu xavotirlar asossiz emas. Masalan, shu yilning 4-may kuni Kremldan atigi 6,5 kilometr uzoqlikda joylashgan turar joy majmuasiga dron kelib urilishi poytaxt mudofaasi qanchalik zaif ekanini ko'rsatib qo'ydi. Muvaffaqiyatsiz mudofaa harakatlari Rossiya harbiy rahbariyatida ham jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi. May oyi boshida Havo kosmik kuchlari qo'mondoni general Viktor Avzalov o'z lavozimidan ozod etildi. Uning o'rniga tajribali general polkovnik Aleksandr Chayko tayinlandi. Ushbu kadrlar almashinuvi aynan dron hujumlarini qaytara olmagan mudofaa tizimidagi kamchiliklar bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Xalqaro maydonda ham vaziyat tobora keskinlashib bormoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dronlarning hatto Moskvadagi parad paytida ham hujum qilishi mumkinligini inkor etmayapti. Uning so'zlariga ko'ra, joriy yilning yoz fasli Rossiya rahbariyati uchun hal qiluvchi va juda og'ir palla bo'ladi. Strategik nuqtai nazardan qaraganda, Moskva atrofidagi ushbu po'lat minoralar va yangi raketa tizimlari shaharni qanchalik himoya qila olishi hozircha so'roq ostida qolmoqda. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Moskva o'z tarixidagi eng murakkab mudofaa bosqichini boshidan kechirmoqda. Shahar atrofidagi 40 dan ortiq minoralar va zamonaviy Pansir tizimlari Rossiya poytaxtini dronlar yomg'iridan asrab qola oladimi yoki yo'q, buni faqat vaqt ko'rsatadi. Har bir yangi o'rnatilgan minora va har bir yangi harbiy tayinlov vaziyatning naqadar jiddiy ekanini tasdiqlamoqda. Biz voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz.
xavfsizlik va xalqaro munosabatlardagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun biz bilan qoling. E'tiboringiz uchun rahmat.